Xo'p, aka-ukalar, bilasizlar, hamma narsani sizlardan maslahat so'rab ish qilardim. Lekin bugungi qiladigan ishimni ancha o'ylagan holatda sizlardan maslahat so'ramasdan qildim. O'ylaymanki, sizlarga ham bu xatti-harakatim ma'qul keladi. Qanaqa deydigan bo'lsanglar, ro'za oyi, Ramazon oyi munosabati bilan ko'pchilik savol berdi. "Aka, bonus bermaysizmi? Taksoparkka bonus bermaysizmi?" deb bonus bermoqchi edim. Keyin o'ylab qaradimda, mana shu qarorga keldim. Nima deysizlarmi? Xo'p, bonusga tikiladigan pulni taksi nomer 001 taksoparkida shu paytgacha ishlab kelgan haydovchilardan tushgan daromad bor. Kimdandir 1000 so'm, 500 so'm, 5000, 10000, 100 ming, 50 ming har xil daromad tushgan. O'sha daromadni jamlagan holda ma'lum bir qismini 20 ta muhtoj oilalarga ehson tariqasida tarqatishni niyat qildik. Marhamat, ketdik biza bilan birga. Dasta pullar topganing bilan dunyo ortidan chopganing bilan tillolar koniga botganing bilan bu dunyo moliga ko'zing to'ymaydi. Mana yangi yilda Qorboboni kiyimida podarkalar tarqatdik-ku. Mana kommentariyalar yozishuvdi. Hayit ham bu narsa qilasizmi? Yo, bu yoqda desizmi? Qaribda qo'ng'ilyapti lekin yomoni bor. Sen ko'rgan davrni kimlar ko'rmagan, sen yurgan yo'llarda kimlar yurmagan. Bu dunyo moliga ko'zing to'ymaydi, qabrda yoningda bo'lmaydi. Olmayman deb dunyo kezayapsanmi? Aka-ukalar, qilgan ehsonimizni ko'rdinglar, videoni ham ko'rdinglar. Agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlar ham shunaqa niyat qilgan bo'lsanglar, bitta like, komment, repostda ayamaymiz. Bundan buyog'iga shunaqa ehsonlarga o'zinglarning hissinglarni qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Taksi nomer 001 taksoparki hamisha sizlar bilan.